Assalomu alaykum simalarim. Bugun men sizlarga o'zimni bir kunimni ko'rsatishga harakat qilaman. Ertalab bomdodga turgandan keyin yana 1-2 soat dam olaman. Ana undan keyin 8-8:30 o'rnimdan turaman va birinchi bo'lib joylarimni to'g'rilab, yuzlarimni yuvib, keyin oshxonaga yuraman. Odatda men ertalablari nonushta qilmayman, lekin sunnatga muvofiq o'zi aslida nonushta qilib yurishimiz kerak, lekin men nonushta qilsam kun davomida qanaqadir lanch bo'lib yuraman, lekin ertalab albatta uydan chiqib ketishdan oldin хотя бы 2 stakan bo'lsa ham suv ichib olaman. Bismillah. Odatda ko'chaga makiyaj qilib chiqmayman, lekin yuzimga krem suraman va albatta солнцезащитный, ya'ni quyoshdan himoya qiluvchi kremni surib olaman. Vaqtimni tejash maqsadida bir kun oldin ertalab nima kiyim kiyishimni belgilab qo'yaman. Bizda yordamchimiz borlar, ular hamma kiyimlarimni dazmol qilib shkafimga ilib qo'ygan bo'ladilar. Shunga qaramasdan, baribir men belgilarga veshilkani chiqib qolmasligi uchun ertalab hamma ishimni qilib bo'lgandan keyin ko'chaga chiqishdan oldin kiyimlarimni yana bir yengil dazmol qilib olaman. Men tayyorman, endi ishga ketsak ham bo'ladi. Ishga ketishdan oldin har kuni bitta qiladigan ishim bor, paka remont tugagungacha. Tillalarga keladigan bo'lsak, umuman qiziqmayman. Soat taqib borishim mumkin. Soatimni ham bugun aksiga olib zaryad o'chib qolibdi. Iloji boricha qulayroq kiyimda bo'lishim kerak. Boraman, bir boshqani yechib, boshqa bir boshqani kiyaman, sirab darsimni boshlab ketaman. Blogerlikni boshlaganimga mart oyida 4 yil to'ldi. Mana o'sha 5-yil ketyapti. Blogerlikni eslayman, Yashnobodda eski 2 xonali uyimda boshlaganman. Hattoki stories olishga joyim bo'lmasdi. Keyin o'sha pul topishni boshlagandan keyin hojamga uy olaylik deb hozirgi mana shu yashayotgan uyimizni olganmiz. Alhamdulillah, Alloh nasib qilib yaqinda kengayish maqsadida aynan shu o'zimizning domimiz, o'zimizning pod'ezdimizdan 6-qavatdan ham uy olganmiz. Har kuni ertalab kirib, ustalar qayerga yetib keldi, remont qayerda to'xtayapti, hammasini kontrol qilib ketaman. Bu videomiz Nodiriylarning bir kuni bo'lgani uchun tabiiyki bugun remontni endi birgalikda ko'ramiz, qayerga yetibdi. Bismillah, inshaalloh bir haftada shu uyga ko'chib chiqamiz. Hop, kechasi chiqolmayman chunki ustalarimiz kechgacha ishlashyapti. Aynan hozir mebel qilish prosesidamiz. Men birga bugun Xudo xohlasa reklamaga borgan joyimdan konsullarni ham olamiz inshaalloh. Bu uyni har bir to'shqasiga mehr berganmiz, sababi hech qanaqa dizayner bilan ishlamadik. Hojam birinchi aytdilar, dizayner olib kelaylik Nodira deganlarda, keyin o'yladilar, yo'q dedilar, "Babi, seni o'zingning shaxsiy fikring bor. Dizaynerga chizdirsam ham, babi yana o'zingni bilganingni qilasan" deb, xullas biz hojam bilan har bitta nuqtasiga o'zimiz alohida mehr berib, fantaziyalar qilganmiz. Hozir oshxonam bitgan, tayyor oshxonamni ko'rsataman. Bismillah. Keling. Nima ish qilishimni bilasizlar, shu uchun oshxonani birinchi bo'lib bitkazib berishlarini iltimos qilganman. Oshxonam bitganiga o'sha 1 oy bo'lyapti. Bu uyda yana bitta o'zimning orzum amalga oshgan, ya'ni menga garderobni qilib berishdi. Alohida kichkina bo'lsa ham, lekin orzumdan bittasi ushaldi. Abdulloh ayol bilan bo'lib mashinamning kaltini olib tushmayapman. Olib tushib bering, o'g'lim pod'ezdda kutyapman. Hop, pod'ezdlarimiz juda chang, sababi hali hamma uylar to'liq bitmagan. Yangi novostroyka bo'lgani uchun mana o'zimiz uyda ham qurilish ketyapti-yu, qo'shnilarnikida ham qurilish ketyapti. Har kuni artsaga va ozgina changi bor. Thank you. Bismillah. Har kuni ko'chamiz boshiga chiqqandan keyingina remont qilaman. Tang'illatib kelaman ko'cha. Remont taqqanda ham anaqa turishga o'rganmaganman. Har doim shoshib yurganimgami bilmadim. Bir oyda bir 3-4 ta shtrafan kelib turadi. Har xillaridan. To palasa, to svetofor, xullas bilmadim nimaga. Iloji boricha ham pravilaga amal qilib yurishga harakat qilaman. No, baribir ham har oyda qanaqadir shu xatlar kelib turadi. To'rtlik faoliyatim davomida 12 oy bo'lsa, bir oyda
Demak, 150 ta bo'lsa, 1 yilda 1800 ta bo'lsa, taxminan 6000 ga yaqin o'quvchilarni chiqardim. 6000 ga yaqin o'quvchilarni o'qitdim. Qizlarimizni har xil viloyatlardan kelishadi. Toshkentdan ham asosan kelishadi, lekin даже mani kursim uchun Andijondan qatnab o'qigan qizlarimiz bor. Xorazmlardan kelib, endi ular kvartira olib yotishgan, aynan Samarqand hamda Andijonlik qizimiz har kunlik kursimga qatnab o'qigan. Bitta Qo'qonlik Dilnosxon degan o'quvchim ham bo'lganlar. Ular ham qatnashgan. Aynan kurs uchun. O'tib ola qoling. Aynan kurs uchun qatnashgan. O'zim hayron qolganman qizlardagi ishtiyoqni ko'rib. Hozir sizlar mana bugun ko'rasizlar o'quvchilarimni. Ularda bugun ikkinchi darsimiz. Darslarimizni 10-aprel kuni boshladik. Kakras 9-kuni Istanbuldan keldim. 10-kuni darslarimizni boshladik. Yangi gruppam hali, unaqa zo'r bir-birimizdan tanimaymiz. Birinchi darsdan o'sha til topshirib ketamiz. Qizlar bir-biridan asal, maza qilib darslarni o'taman. Tajribaga dars o'tib charchamayman. Qaytanga ular bilan fikr almashib, energiyaga to'laman. Shu uchun ham bu kasbimni yaxshi ko'raman. Ko'pchilik aytadi, qiynalib qolasan, 2 smena dars o'tma, bitta smenada dars o'tgan deyishadi. Lekin qanday charchash mumkin? Bunaqa asal qizlar bilan deyman-da, shunaqa maza qilib zo'r kayfiyat darslarni o'taman. Umuman charcholmaligini bilmayman to'g'risi bular bilan dars o'tganda, sababi ikkita smenaning o'rtasida reklamalarga boraman, undan tashqari ishdan ketishda Instagramimga joylashim uchun haqiqiy retseptlarni olaman. Uni yasab, ovozlashtirib joylayman, hammasi o'zimda. Chunki hamma narsani o'zim tushunib olganman. Instagramga yurg'ish bo'yicha videolarni olishni, syomkalarni, montaj qilishlarni. Shu uchun ortiqcha ish chiqishi ham menga shart emas. Ishxonaga kelishim bilan kofe ichib olaman, sababi meni yordamchi qizlarim menga kofe tayyorlab qo'yishgan bo'ladi. Kofeni ichaman, keyin darsimizni boshlayman. Agar sizga pyurez mayin chiqishini xohlasangiz, qizlar bu yerda 4 ta tuxumga tayyorlangan turetskiy biskvit. Uchinchisi razrıhletil, shakar, muzdekkina suv, tuxum, hammasini taniysiz. Mana tanimaganinglar faqat Avalex bo'lishi mumkin. Hammasini birgalikda mikser idish qiladigan idishimizga solamiz. Oldinlar bir qoshiq shakar, bir qoshiq un, bitta tuxum bo'lgan-ku. Bir kun tingan xamir umuman boshqa vazifani bajarishni boshlaydi. Odatda bir kunda ikkita smenada dars beraman. Ondan 12:30 gacha, 3:30dan 6 gacha. Hozir birinchi smena darsimiz. Bitta gruppamizda bir kunda 4 ta asosiy va bitta qo'shimcha menyu bo'yicha 5 xil taomlarni tayyorlaymiz. Qo'shimcha menyumizda ichimliklar yoki nonushtalar bo'ladi. Asosiy menyuda esa shirinliklar, somsalar, issiq taomlar, salatlar. Bugungi darsimizda ham mana tvorojniy shirinligini qilyapmiz. Undan tashqari o'zimning firmali somsalarim bo'lyapti. Hozir qizlarim xamirlarni yoyishyapti. Bizada leksiya emas, bizada amaliyot bo'ladi. Ya'ni kelgan qizlarim hammasi o'zligi qo'llar bilan ishlab tayyorlanishgani uchun ham bizning kurslarimizga talab ko'proq va qizlarimiz har bittasi albatta natijaga erishadi. Xamir buklamasdan yoyishga harakat qilamiz. O'shani hisobiga o'rtalari uje yo'qa bo'ldi-da. Birinchi smena darslarimizdan ham chiqib oldik. Orada ibodatlarni ham unutmagan holatda endi reklamaga ketyapman. To'g'risi bugun darsim cho'zilib ketdi. Yangi gruppa qizlar bilan ko'p gaplashdik. Shuni hisobiga obed qilishga ozgina ulgurmay qoldim. Hozir endi reklamaga borib, reklamani olib, ana undan keyin obed qilib, ikkinchi smena qizlarimiz bilan darslarimizni boshlab olamiz. Reklamalar har xil bo'lishi mumkin. Kiyim do'konlari, oziq-ovqat do'konlari, har xil mahsulotlar, undan tashqari turli xil maktablarning reklamalari bo'lishi mumkin. O'quv kurslarining reklamalari bo'lishi mumkin. Xullas, hozir mana bitta reklamadan yana telefon qilib qolishdi. Assalomu alaykum. Bugungi reklamamiz ham o'zim uchun, ham kuzatuvchilarim uchun foydali bo'ladi. Sababi oldingi uyimda ham dekor narsalarni olgan panoga keldim, pano desinga. Sizlar ham bilib olasizlar, bahonda kuzatuvchilar ham bilishib oladi, qayerda nimani zo'ri borligini. Spalnida kravatim ustida turadigan dekorni juda ham ko'pchilik qayerdan olganimni so'rashgan. O'zi eng zo'r, eng katta vibr har doim shu do'konda bo'lgan. Hozirgi kunda uylarimizni zamonaviy qilib jihozlashda konsollarning o'rni katta. Men bu oynani asalligini qaranglar, spalniga bitta qo'yib olsam bo'lar ekan. Xo'p, mana endi chiqdik. Endi ishxonaga, darsga, lekin orada nimadir yeyish-ichib qilish kerak. Hatto bir saboy bo'lsa ham olib yeb ketmasam, yana 2,5 soat ikki oyoqda dars o'tish kerak. Har kuni mana bunaqa bir xil o'tavermaydi.
Hozir mana obedda reklamam bo'lmaganda, men Instagram blogim uchun, Telegram kanalim uchun retseptlarni videosini olgan bo'lardim. Ba'zan reklama kunduzi bo'ladi, ba'zan uyda bo'ladi, berib borishadi. Shunga qarab ba'zan ishdan so'ng, ba'zan ikkita smenani o'rtasida retseptlarimni olib olaman, chunki Instagramga ham tez-tez yangicha retseptlarimni berib turishim kerak. Undan tashqari keyin uyga kelib olib, ularni montaj qilaman, ovozlashtiraman, ana undan keyin retseptlarni yozib Instagramga joylayman. Уже ishxonada qizlarim kelib bo'lishibdi. Qizlarim oldida ishni qilib tez mashinamda saboy olgan ovqatimni yeb olaman. Yo'lda ovqat olishga ham kirib chiqib ulgurdim. Ikkinchi men darsimga vaqtida yetib keldim. Dijur qizlarimiz esa zagotovkalarni qilib qo'yishibdi. Hozir yana darsimizni boshlaymiz. Tekizaganingizda yonlari ham bu ham xuddi bunga o'xshab yopishtiradi. Tekis tortib pishirib beradi. Bizlar uni chiqarib pishirishdi. Hop, qarang. Shunaqa nishonda ko'rinishdi. 18:00 da darslarimiz tugadi. Qizlarimiz pishirgan taomlarimizni bo'lib ketgunlarigacha soat 6:30 ga borib taqaladi. Mana soat sal 7 bo'ladi-da. Kechki payt men o'sha ishdan keyin qolib, Instagram hamda Telegram kanalimga inshaalloh YouTube'da ham chiqadi. Retsept olishni boshlaman hozir. Bitta zo'r zavtrak ideyasini olamiz. Farzandlarimiz uchun mazali. Mana как раз o'zim isboti bilan shomga azon ham chaqiryapti. Bismillah. Mana qaranglar, qanaqa ko'rindoqlar bo'lyapti. O'g'lim juda ham yaxshi ko'radi. Bizning oilamiz uchun bugun katta xursandchilik bo'ldi. O'g'limiz Abdulloh 17 yosh, yaqinda 18 ga to'ladi. Hozirda o'zi Interhouse litseyda o'qiydi. Bugun IELTSdan 8 ball oldi. Juda ham xursandmiz. Shu uchun o'g'limga eng mazali yoqadigan, yoqtiradigan ko'rindoqni tanlayapman. Birontolasi retseptni ham tayyorlayman. Soat 8:20 retseptlar olindi. Endi qaynoqqina ko'rindoqlarni olib, uyga qarab yo'lga otlanamiz. Odatda darslarim vaqtli tugasa ham uyga kech qaytaman, sababi ishlarim bo'ladi. Uning ustiga bugun hojam Farg'onadalar. Menga ustalar telefon qilishyapti. Hozir tez yetib kelib, o'g'lingizni xonasidagi stolni ko'rib bering, bichimini deb. Hozir endi ustalarning oldiga shoshyapman, undan keyin farzandlarimning oldiga. Ko'pchilik o'ylash mumkin, farzandlariga vaqt deyarli ajratmas ekan deb, lekin shunaqa ishim ko'p bo'lishiga qaramasdan, shunaqa paytlar bo'ladi. Farzandlarim uchun borib bog'chadan o'zim olaman. Bog'chadan chiqqandan keyin parklarga boramiz, yopiq plashatkalarga boramiz. Rosa ularni maza qilib aylantirib o'ynataman. Bugun ham niyat qilgandim, vaqtliroq borib bolalarni aylantirishga olib chiqishga. Afsuski ishlarim ko'payib ketdi. Yo'llar ham probkaligini qarang. 80 metr suruqroq beraverlar. O'shanda хотя бы mana bu yorug'lik, mana bitta bo'lsa, mana bu to'silish kerak-ku. Mana shunga tirab qo'ygan taqdirimizda ham partiyasini mana bu turoqdan qo'ygan taqdirda ham lekin zashitkasiga yo'q, odroq qo'yish kerakmish qop. Bolalar. Bolalar. Canım. Hocam. Hop. Ko'rindoq, to'qmasdan. Ko'rindoq. Atovski. Oshxonaga. Hocam benim telefonunuzdan ko'taman. Mashallah. Shunaqa o'g'illarim odobli. Yumdim. Bizlarga bordi. Nima qilaman? Bizlarga boring, qanaqa zo'rjo. Yo'q. Qanaqa to'g'ri. Birinchi. Ko'zingizni yuming. Qiziqqa bizning hislar. Mashallah. Qiziqqa ko'zingizni yuming. Mashallah. Yumdim. 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 Ochi. Vau, opam uncha zal toza. Mashallah, bolalarim chiroyli uborga qilganini qaranglar, qorichalarimni. Assalom. Yaxshimiz opta, yaxshi o'tiribsiz? Rahmat. Xudoga shukr kelyapmiz.
Uyga kelsam, osham tayyor turgan ekan. Opam shunaqa zo'r osh qiladi. Hattoki kiyimlarimni almashtirmasdan osh yeyishga o'tirdim. Opamning oshini yemabsizlar, bu dunyoga kelmabsizlar. Sizlar ham kelinglar oshga. Bismillah, bolalar. Oshga qaraymiz. Hamma joy-joyiga o'tirib telefonlarni yig'ishtiramiz. Bismillah. O'g'limga o'xshab anorli osh yash ko'radiganlar bormi? Hojam bugun yo'la, kelib qolsalar kerak. Birinchi o'zim to'yib olib, keyin bolalarga yediraman deymi? Bugun sizga o'zimni bir kunlik hayotimni yoritib berishga harakat qildim. Balki men turmush tarzim kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas, lekin tan olish kerak, bu meni kundalik hayotimdan bitta lavha edi. Agar sizga meni kunlik hayotim, qilayotgan ishlarim qiziqarli bo'lgan bo'lsa, izohlarda fikrlarni qoldirishinglarni so'rab qolaman va yanada to'liqroq blog yuritishim, bitta blogerning hayoti, nimalar qilyapti, qayerga boryapti, xullas blogerlik sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 1-2 may kunlari YouTube'da ochiq suhbat uyushtiramiz va sizlarni hammalarni ochiq suhbatga taklif qilaman.